Ushbu qo'limdagi kitob Muhammad Yusufning Qizg'aldog'im kitobini bibliografik sharhlab bermoqchiman. Yusuf Muhammad. Qizg'aldog'im. She'rlar Muhammad Yusuf. Toshkent nashriyoti 2024-yil 48 betdan iborat. O'zbek she'riyatida 7 yoshdan 70 yoshgacha ma'lum va maqbul xalqning haqiqiy shoiri Muhammad Yusufni tanimaydigan, bilmaydigan kitobxon bo'lmasa kerak. Shoir she'rlari o'quvchiga tabiatni sevdiradi, tanitadi, vatanni anglatadi, onaga, so'zga bo'lgan o'zgacha muhabbatni uyg'otadi. Shoirning Qizg'aldog'im, ulug'imsan vatanim, xalq bo'l, ilm kabi she'rlari diltortar qo'shiqlarga aylanib, hanuzgacha dillarni maftun etib keladi. Shoir Qizg'aldog'im she'rida shunday yozadi: Qizg'aldog'im, qirdan bo'lak koshonang yo'q. Kokil yoysang yerdan bo'lak toshoynang yo'q. O'ksib turganingda o'zim borib, peshonangdan o'pay desam peshonang yo'q. Qo'limdagi ushbu kitobni o'qing va shoir san'atidan zavqlaning. Ushbu kitobni Shayxontohur tuman axborot kutubxona markazimizga kelib olib o'qishingiz mumkin.